Azamat har doim ham master klass o'tkazmaydi. Tonalkani master klassi bemalol kichkinagina master klass desa ham bo'ladi. Ko'rib olinglar, bunaqasi bo'lmaydi boshqa. 1000, 2000, 3000 bersanglar ham dollarda ko'kida qilib bermaydi master klass. Hozir sizlarga to'g'ri qanaqa ishlatishni ko'rsatib beramiz. Birinchi bo'lib, buni oddiy suvga yumanglar, iloji bo'lsa. Spreylar bor, hozir har xil firmalarniki chiqib ketgan. Ayami sepish kerak. Umuman spreyni ayamaymiz. Bundan urib olib, gubka qarang, yumshoq bo'ldi. Mana. Ikki tushar ekan. Agar yuzga oqlik qilsa, 3 ham aralashtirsa bo'ladi. Oldin qilib olishadi, yo'q qilib, uni qilish kerak. Oldindan sprey sepish kerak emas hech qachon. Ustidan sepish kerak. Ha. Tonalka уже bo'lgandan keyin ustidan. Значит, bunga konsiler ham kerak emas. Bu tonalka shunaqa ekan-da. Солнце защитниси bor ichida. Biz baza ham ishlatsa bo'ladi. Lekin juda yig'ilmas ekan, shunisi bor. Boshini qattiq ushab, ayani uramiz. Tepaga. Уже yotishini qarang. Lёгкий bo'lib, естественно yopadi. Mana, keyin bu ko'zi tagida unaqa yig'ilmaydi. To'g'ralaringiz nafas oladi-da. Ma'lumotlarda qoralar bo'lsa, bir nomer oq konsiler o'rniga ishlatsa bo'ladi bemalol. Ko'zi tagiga mana. Srazu qotib oladi-da, shunisi yaxshi mana. Ustidan agar pudra xohlaydiganlarga nomiga pudra surib yuborsanglar, nomiga berib yuboramiz, chunki Imminni mana mashiniki nomiga berishga, qotirishga zo'r. Barxitni, уже bilinyapti bu yoqdan. Barxitligi. Telefoningizda yuzga qo'ying, yo'qmaydi unchalik. Ushbu tonalkani 3 xil nomerda Isadoridan xarid qilsanglar bo'ladi. Shaxsan Azamat bilan hamkorlikda ishlaymiz. Azamat Beauty'ni Isadoradan topsanglar bo'ladi.